Aldığı qarab ilgirləş ruhi. Abduri Abdulkerim Bekkar. Kişiler bəzide ötmüş, bugün ve kelgüsüdün ibaret 3 zamanıga qandaq muamele qilishda təmtirəb qalıdı. Bir qism kişiler kelgüsünün ötmüşidin bir qism bulup qilishni xalaydı. Eğer şundaq bolmay qalsa, əfsuslanıp qayg'urib ketidi. Yana bir qismlar bugün bilanla bolup ketib, ötmüş yoki kelgüsüge qaraydiganга hali ve ray yo'q yurdi. Yana ba'zilar qachon va qandaq yetkili bo'lganligi aniq bo'lmagan yiroq kelgusin deb bugunini butunlay qurbon qilib o'tadi. O'g'il qizlarimiz tuvandagi savollarni so'rashi mumkin. Undaqda biz kelgusiga qandaq ko'ngil bo'lamiz? Kelgusi bilan bugunni qandaq tangpunglashtiramiz? Bu savollarga buni 5 nuqtadan javob bera olamiz. Birinchi, Alloh taolo: "Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqinglar. Her adam ate, yani kıyamet günü üçün yaxşı amellerden nimelerni tayyorlaganligiga qarasin. Allohdan qo'rqinglar. Allah haqiqatan qilayotgan ishinglardan to'liq xabardordir" degan oyat orqali bizga oldiga qarab mengishga, atini, yani qiyomat kunini ko'zitishga tavsiya qiladi. Buningga asosan bir mas'uliyatchan musulmon kelgusini barpo qilish uchun barliq ish harakatlarini oxiratda nijotlikka erishtiradigan shaklda tartibga solish kerak. Biz bu prinsipda çın turishimiz kerak. Aziz qarindoshlar va hamshirlar, haqiqiy kelgusimiz bu dunyo emas, balki oxiratdir. Chunki oxirat vaqt to'xtab ketadigan, cheksizlikka barpo qilingan abadiy kelgusidir. Bu haqiqat doim zehninglarda parlab turishi kerak. Quyosh parlagan har bir kuninglarni Allah yo'lida, Allah rizosi uchun deb kuchlik iroda bilan boshlanglar. Bu orqali kelgusi uchun tirishquchilardan bo'la olasizlar. İkinci, parlaq kelgüsünü xalamsizlar? Undaqda parlaq kelgüsünün bir yolu var. O bolsumu kündülük çıqıradigan qararınlarni yaxşı o'ylashish ve kündülük iş harakatinglarni to'g'ri yo'nalishda elib berish kerak. Amaliyotga uyg'un bo'lmagan, jonsiz holatda turib, chaqnab turgan kelgusidan so'zlash o'z-o'zini aldashdan iboratdir. Afsuslanarligi shuki, nurg'un kishilar mushundoq vahimalarga tushib qoladi. Bundaq kishilarning kelgusi ko'pincha sal qaragan o'tmishining bir qismi bo'lib qoladi. Bu kishilar ong saviyasi yaxshilanib, pishib yetilgan siri ilgirki sharoitiga yengiltaklik bilan muomala qiladigan bo'lib qoladi. Bularning hammasining sababi buguniga loyiq ko'ngil bo'lmaganligidan kelib chiqqandir. 3. Aziz qarindoshlarim, hamshirlarim, o'zinglarda yuksak g'oyalarni tiklashga tirishinglar. Nishoninglarni nihoyat inchiklik bilan belgilab, uningga yetish yo'lida tirishinglar. Bu nishoninglar Allohning roziligiga erishishdan iborat yuksak g'oyaga yetkazadigan vasila bo'lsin. Aniq va keskin nishon belgilamasdan yashash ummat yoshlarining ko'pinchisining kuchini xo'ritib o'tadi. Shundaqla har qancha g'oyat zo'r energiyaringlar bo'lgan taqdirdami, yushrin uyquga o'zgarib qoladi. Bundaq yoshlarga o'zini taraqqiy qildirishdan so'zlash ma'nisiz bir narsaga aylanib qoladi. İşleş ve vaqtdan eng yuqori pallada foydalanish odamga tashkiladigan ish bo'lib, agar bizning qat'iy ishonadigan kuchlik nishonimiz bo'lmasa, qurbonlik bermaymiz. Nafsimiz bilan kurash qilmaymiz va o'zimizga besim qilmaymiz. Buningga qo'shilib, agar biz aniq bir nishonsiz bo'lsak, katta muhim ishlar bilan shug'ullanishning o'rniga o'zimizni oddiy, arzimas ishlarga atalgandek his qilib qolamiz. Shunlashqa g'oya tiklash to'liq muhim. 4. Ba'zi kishilar bugunini tamtirash ichida o'tkazib, ko'z oldidagi narsalardan huzurlanolmaydi. Har qatim ozroq pul topsa, o'zi va oilasiga baxillik qilib turib, topgan barliq pullarini kelgusi uchun deb yangi planlarga dasmoyi qilib o'tadi. 30 yoshdan oshganda bo'lsa, yiqqan puli huzurlanishga yetmaydi. Shu chaqda iqtisodining texmi keyniga chekinib ketganligini his qiladi. Bundaq kishilar tuvandagi masaldagi kishiga o'xshash hayotini o'tkazib qolishi mumkin. Ömrünün tunji yerimini keyingi yerimining tashnaligida o'tkazib o'tib, keyingi yerimida bo'lsa, tunji yerimidan huzurlanolmaganlikdan afsuslanib yashaydiganlardan bo'lmagan. Shunga barliq kuninglarni Allohning itoatida o'tkazinglar. O'zinglarni mubah ishlar doirasida aram olg'izinglar. Kelgusini deb bugunni, bugunni deb kelgusini qo'ldan berib qo'ymanglar. O'tirhallik va normallikqa nurg'un yaxshiliklar yushiringan bo'ladi. 5. Agar bizning kelgusiga bo'lgan qarshimiz, qalbimizni chirmab olgan g'amlarimiz, bizni besib olgan qo'rqinchlarimiz, bearam qildigan va andishiga soldigan qor ko'langilardan iborat bo'lsa, bu to'limi xatarlik bir ahvol hisoblanadi.
Her qatim bizni horunluq, mücmellik ve qalaymaqançılık egellib alsa, bu halet yüz beridu. Şuna bu üç qiyinçılık bilen elişip, kelgüsümüzni ümit menbəsiga, iş hareket qo'zg'atquchiga, to'g'ri yo'lga boshlig'uchi yo'lboshchiga aylantirishimiz kerak.